Aka, uy sharoitida ham zamshni tozalashni o'rgating. Kuzatuvchilarimizdan eng ko'p keladigan savollardan bittasi uy sharoitida oyoq kiyimni tozalashni o'rgating. Sizlar so'radinglar, bizni o'rgatamiz-da. Bugun zamsh oyoq kiyimini tozalashni ko'rsatib beraman. Bunga zamsh shotka kerak bo'ladi. 12 ming so'mga sotib oldim. Oddiy shotkalar, любой xonadondagi bo'ladigan zubnoy shotka, sham, kichkina tog'oracha, parashok, yaxshi suv ishmaydigan latta va salfetka. Bo'lmasa, boshladik. Birinchi bo'lib turib, zamshni ustidagi changlarini yaxshilab tozalab olishimiz kerak, qoqib tashlashimiz kerak. Buni mana simli tarafida bunday qilib tozalasa, hamma changlari sekin chiqishni boshlaydi. Oddiy bir quruq shotkalar bor edi. Bunda ustini yaxshilab mana tuklarini qoqib tashladi. Mana bunaqa narsalar chiqishni boshlaydi, ko'rayotgan bo'lsangiz, ishni zamshlarda. Xo'p, oddiy suv, hech qanaqasi yo'q. Mana bu yerda parashok sug'oramiz, bo'ldi. Mashina o'zi yetib qolsa kerak. Xo'p, bu chekkadan mana bunaqa qilib ko'pirtirishni boshlaymiz. Mana bunaqa lattada keyin bunday qilib qolgan suvlarni shimdirib changlarini olib tashladi. O'shanda o'zi kerak emas, chiqib ketadi. Xo'p, endi zubnoy shotkani olamiz-da, mana bunaqa choklaridagi joylarni yaxshilab ishqalasa, polni changi chiqib ketadi. Tuklarini bir yoq tomonga qarab turib tozalab olamiz. Yana bir toza joyini olib, yaxshilab bunday qilib artib olamiz. Xo'p, lattada shimdirib olganimizdan keyin oddiy quruq salfetkada bosib bunday qilib ichidagi suvni shimdirib olish maqsadimiz. O'shanga bosib turib salfetkada suvni shimdirib olamiz. Ustidagi suvlarni shimdirib olganimizdan keyin mana bu oddiy bizda forma держательlar bor. Agar kimda bo'lmasa, buni o'rniga oddiy bir latta tiqib qo'ysa ham bo'ladi. Shunaqa formasini sal bo'lsa ham ushlab turishi uchun. Va bu narsa oyoq kiyimimizni quritishga qo'yib qo'yamiz. Mana oyoq kiyimimiz ham quridi. Endi ichidagi forma держательlarni olib tashlab turib, oddiy zamsh shotkada tuklarni turg'izish uchun shotkalab olamiz. Mana zamshimizni ham shotkalab bo'ldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana taralyapti zamsh, mana oqarib, to'qarib. Mana bularni ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasini mana mashina olov yordamida shag'imda yo'qotamiz. Zamshni tuklarni yo'qotish uchun zamshni sal olov tegmas qilib qilinadi. Mana o'zi chir qilib yo'qoladi mana shu yupqa tuklari. Men buni rangi och zamshlarga umuman tavsiya bermayman, sababi qorasi yuqib qolishi mumkin shag'amni. Temniy oyoq kiyimlarda, temniy siniylarda menimcha cho'tga chiqadi mana. Xo'p, mana oyoq kiyimimizni olovdan chiqarib olganimizdan keyin zamshni sal bir yoq tomonga qarab turib cho'tkalab oladi, bo'ldi. Mana oyoq kiyimimiz ham tayyor bo'ldi. Farqini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun podpiskani bosib qo'ying. Ishimizni yoqqan bo'lsa, bitta like bosing.